Qachon keldingiz? Hozir keldim. Tinchlikmi? Ko'rinishingiz bir ahvolda. Anchadan beri senga bir gapni ayta olmayapman. Ayting, ichimni qizdirmasdan nima gap? Men bir ayolni yaxshi ko'rib qoldim. Nima? Ha. Men bir ayolni yaxshi ko'rib qoldim. Hazillashmang. Tushunmadim. Hozir shu gapni siz gapiryapsizmi? Mendan yomon nafratlanding. Judayam. Hozir bir oz avval onajonimga ovozingni ko'targaningda men ham xuddi sendek sendan nafratlandim. Oyijon, yaxshi o'tiribsizmi? O'tiribman. Oling. Rahmat. Ha, aytgancha o'g'lim ovqatini qilib o'rab qo'ydingizmi bolam? Oyijon, yosh bola emasman-ku, nima uchun shu gapni qaytaraverasiz hadeb? Ha, meni ham erim-ku. Issiq qilib tayyorlab qo'ydim, kesilib beraman ovqatlarini. Bolam sovuq ovqat yemasin, issiq ovqat yesin deyman-da bolam. Xo'p, oyijon, xo'p. Biror narsa kerak emasmi? Yo'q, rahmat. Hozirgi gaplaringiz hazillashdingiz-a? Ha. Bir gap. Qaytib onamga ovozingni ko'tarmagin. Xo'p. Men seni tepib uradigan nodon erkaklardan emasman. Ota-onang shu yoshga olib kirib seni bizga bergan. U omonatni xo'rlashni xohlamayman. Iltimos. Boshqa bunaqa hazilingizni qilmang. Hech qachon boshqa ovozimni ko'tarmayman. Axir oyijon sizni o'ylab aytgandilar. Oyimdan borib kechirimingni so'rab qo'y. Xo'p. Hozir kechirim so'rayman. Lekin bir umrli tarbiya berdingiz.